7 ta Jigulini 6 ta viloyatdan olaman. To'g'ri topdinglar. Birinchi mashinamga pul topdim. Qanot qilib va qatdan topganim ko'pchiligiga qiziq emas. Qizig'i, endi nima qilishim? Bu mashina endi meniki. Olishim kerak bo'lgan 7 ta mashinadan bittasi. Hammasini olib bo'lgandan keyin nima qilasan degan savollarga javob beraman. Yil oxirigacha 01 dan 07 gacha yig'ib, obunachilarimga podarka qilib yuboraman. Yagona sharti menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Bitta sir aytaman. Uyingizda nechta akkaunt bo'lsa, hammasidan podpiska tashlab qo'ying. Yutish shansi ko'payadi. Yana bitta yangilik, endi hamma videoyimizda pulli o'yinlar bo'ladi. Bu videoda olgan mashinamni nomerini topishingiz kerak bo'ladi. Ahamiyat beringlar. Nomerini o'zi yetadi, harflari kerak emas. Javob lichkamga emas, kommentariyaga yozinglar. YouTube 200 ming so'm obunachilar soni ko'paygan sari YouTube ham ko'payadi.